Uyingizda mehmondorchilik rejalashtirayotgan bo'lsangiz, aynan shu nejniy shirinligidan tayyorlab ko'ring. Birinchi tayyorlashingiz bo'lsa ham mehmonlarning oldida sizni uyaltirib qo'ymaydi. Avval ishni un va sariyog'ni kroshka qilib, xum sarig'i, razlixitel qo'shib xamir tayyorlaymiz. Xamirni ikkiga bo'lib 1 soatga muzlatgichga jo'natamiz. Hammada o'xshab chiqadigan bezak uchun quruq idishga xum oqi, 2 piyla shakar, 2 osh qoshiq jo'xori kraxmaldan qo'shib bezak tayyorlab olamiz. Muzlagan xamirimizni qirg'ichdan chiqazib, ustidan bezaklarni chiroyli qilib chiqazamiz. 160 gradusli duxovkamizga 1 soatga jo'natamiz. Hozirda barcha shahar do'konlaridan topishingiz mumkin bo'lgan Bavi yordamida choy rangi chiqib ketgan choynaklarni yengidek qilsangiz bo'ladi. Bitta haqiqatda aytaman, Bavi olib hech qachon afsus qilmaysiz. Oling va natijasini ko'rib maza qilib ishlating. Shirinligimiz duxovkadan chiqdi. Bunga mos mazali krem tayyorlaymiz. Eslatib o'taman, to'liq retsepti videoni tagida bo'ladi. Bu kam xarjgina shirinlikni hoziroq saqlab oling. Oldinda hayit dasturxoni uchun tayyorlab, oila a'zolaringizni xursand qiling.